Assalomu alaykum, yana bir bor azizlarim, uni hozirgi holatida ko'rib olamiz. Siz o'ylagan insonni hozirgi holati qanaqa? Siz haqingizda o'ylayaptimi, afsuslanyaptimi? Nima qarorga kelmoqchi? Shoshib ketyapti u inson nimagadir. Nima qarorga keldi u inson? Hozirgi o'ylari, siz haqingizdagi hozirgi o'ylari, hozirgi energiyasini o'qiymiz azizlarim. Opa, siz fol bilmisiz desa jahlim chiqib ketadi. Ba'zida odamlar shunaqa qabul qiladi taroni. Bu fol emas azizlarim, bu energiya, bu psixologiya. Lekin men afsus fol deb qaraysizlar bu narsaga. Bu psixologiya energiyasi bu. Ya'ni o'qib beramiz insonni xuddi psixologiyada o'rgangandaqa kartada o'rganib beradigan narsa kartada. Qani ketdik azizlarim. Uni hozirgi holati nima deymiz endi, mayli. Uni hozirgi holati qanaqa? Uni hozirgi holati yaxshi, o'ziga keldi. Uni hozirgi holati adolatli bo'lishga harakat qilyapti. Bu inson qarang, bu insonda sehr qilinganligini haqiqatni biladi va qizg'onish bo'lyapti sizni qizg'onyapti. Sehr tufayli sizdan ketganligini haqiqatini biladi bu inson. Hammasini tushunib yetdi bu inson. Adolatsizlik bo'lganini tushunib yetdi, lekin siz tarafga yo'l yo'q, tugadi deb turibdi bu inson. Ya'ni sehr tufayli ketganligini, lekin hali ham umidini uzmagan. Ya'ni bir kun yaxshi bo'lishini kutyapti bu inson. Ikki yo'l turibdi bu insonda, ikkalasidan bittasini tanlamoqchi. Keraksiz joyga energiya sarflayotganligini, umidsizlikka tushib qolyapti bu inson siz tarafga, lekin umid qilyapti. Umidsizlikka ham tushyapti, lekin umid ham qilyapti sizdan. Sizni yaxshi ko'rishini aytyapti, oilasini o'ylayapti. Bunga oilasiga qanaqadir summa kerakligini aytyapti. Ya'ni oilasida puldan muammosi bormi, shu narsa uchun harakat qilyapti bu inson. Uchinchi shaxsni yaxshi ko'rishini aytyapti. Siz bilan bo'ladigan munosabatda oxirini ko'ra olmayapti bu inson. Lekin sizga bog'lanib turganligini aytyapti. Ya'ni sizdan voz kechib keta olmayapti bu inson. Xohlasa-da sizdan keta olmayotganligi, siz tarafga oyoq qo'li bog'langan holatda turganligi, o'zini ayblab turibdi bu inson. O'zini ayblab turibdi, lekin g'alaba siz tarafda deyapti. Bu inson o'zini manfaatini o'ylaganligi uchun, o'zini manfaatini o'ylagan, ya'ni tinchligi o'ylab turib yoki oilasini o'ylab turib sizdan kechganligi uchun o'zini ayblayapti. Ya'ni siz tarafda g'alabaligini aytyapti, sizdan ketganligini, sizni bilmaganligini, taqdir, omad bunga kulib boqdi-yu, lekin bu inson bilmadi buni. Lekin qo'rqyapti. Sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqyapti. Ya'ni o'ylayotgan orzulari, xayollari ro'yobga chiqishidan qo'rqyapti. Siz haqingizda juda chiroyli fikrda bu inson, ya'ni ko'p narsani tushunib yetdi bu inson. Ayriliq bekorga emas. U sizni qadringizni bilish uchun ham ayriliq kerak bo'lgan. Sizga tarafga chiroyli o'ylayapti, ikkilanib qarab turibdi. Umidini uzmayapti hali ham. Oilada tortishuv bo'lyapti bu insonda hali ham. Oilada tortishuv bor. Vaqt ko'rsatadi deyapti, vaqtga tashyapti, umidsizlikka tushib turibdi. Bu insonda puldan ham muammosi bor. Aql bilan ish qilishga harakat qilyapti. Ya'ni bu safar aql bilan ish qilishga. Qo'rquvlari bor, sizni kontrol qila olmaganidan qo'rquvlari bor. Sizni hayotingiz nima bo'layotganiga qiziqishi bor, lekin bu insonda haqiqatan puldan muammo bor. Sizni ham qo'yib yubormoqchi emas, lekin puldan ham muammosi bor, oilasi bor. Bu insonda tanlov turibdi-da shunaqa. O'tmishga nisbatan nimagadir umidsizlikka tushyapti. Siz o'tmishi siz bo'lasiz, sizga qarab umidsizlikka tushyapti. O'sha kunlarni, siz bilan o'tgan kunlari tugadimi deb qo'rqyapti. Tushundingizmi? Umidsizlikka tushgani o'sha kunlar tugadimi, qaytmaydimi endi deb qo'rqyapti. Adolatsizlik bo'lganligini, sizga nisbatan adolatsizlik bo'lganligini. Bu inson ikki taraflama o'ylaganligini aytyapti. Ya'ni sizni
barakali insonligingizni, har taraflama bu insondan yuqori insonligingizni, sizni yaxshi ko'rishini, pullarini kontrol qilishini, sizni kontrol qilishini, sizdan voz kechish niyati yo'q bu inson. O'ziga yarasha mas'uliyatlari borligini aytmoqchi sizga. Ya'ni sizdan ketishiga sabab o'ziga yarasha mas'uliyati bor, lekin shunaqa insonki bu sizdan osonlikcha kechadigan inson emas. Ya'ni yaxshi ko'rgan narsasini, insonini birovga berib yo tashlab ketadigan inson emas. Sizda yangidan boshlanish kutilmaganda bu insondan sizga xabar kelyapti. Qarang. Yangilanish, yangidan boshlanish. Sizda munosabat yangidan boshlanadi. Boshlanganda ham chiroyli boshlanadi. Kutilmagan xabar keladi bu insondan. Ba'zilarga tez, ba'zilarga sekinroq bo'lishi mumkin azizlarim. Omad tilayman. Ayriliqda ko'p narsani tushunib yetdi bu inson. Sizni qadringizga yetish uchun ham ayriliq bo'lish kerak edi. Omad tilayman azizlarim. Har biringlarga omad tilayman. Ayriliqdagilar, arazlashganlar, urushganlar. Biz onam rahmatlining bir gaplari bor edi. Suvam bir loyqalanib tinadi bolam. Hamma narsa bir tekis ketmaydi derdilar. Shu gaplarning mag'zini endi chaqamanda. Haqiqatan munosabatda ham, hamma narsada ham baribir bir loyqalanish borda. To iziga tushguncha omad tilayman azizlarim.